Hey aka, nima qilyapsiz? Tavuğunu o'g'irlayapman. Ye, aka, unday qilmang. O'zi tovuqlarimni kreditga olganman. Aka, nima qilyapsiz? Telefoningni o'g'irlayapman. Jonim aka, bunaqa qilmayman, o'zi rasrochkaga olganman telefonimni. Ma. Rahmat aka, insofli o'g'ri ekansiz lekin. Aka, nima qilyapsiz? Mashinangni o'g'irlayapman. Ya qo'ying aka, unday qiynamang odamni. O'zim moshinamni lizingga olganman. Qiynamang. O'chir. Aka. Aka. Chempion sandwich oldingmi? Sen bilasan nima ishda, ha? Bu zo'rda, bu Samarqandda, Buxoroda, Navoiyda, Qarshida sotilyapti-da bu, ha? Bu menga, davay sen uyingga sur. Qo'ying aka. Ya nima qo'ying? Ya seni nima muammoing bor? Nima bir rasrochkaga oldingmi? Nasiya savdoga oldingmi sen? Nimaga olding? Dadam nomlariga qarz yo'llayman. Ya Tariq olingga! Tariq ol! Ya tova qilib, o'g'irlik ham qilmay qopti-ku. Nima ish qilish kerak? Ya, hamma qarzga nasiyaga olgan. Ha. Ya men tikuvchilik qilaman ya. Kastirchim tikaman. Sevara. Assalomu alaykum. Men ismim Nigora. Tinchlikmi? Ya tova qildim. Meni bir sharafsiz Sevara degan sevgan qizim bor edi. Aldab tashlab ketgandi. O'shani xuddi o'zi siz tova qildim. Yo'q. Siz yigitingiz yo'qmish qilib? Yo'q. Qarang, agar vaqtingiz bo'lsa, yarim soat Sevara bo'lib bera olmaysizmi? Men uni sog'ingandim, xotiralarini eslatgan bo'lardingiz. Qanaqa bo'larkan? Chotki bo'ladi. Mayli. Mashinangizga o'tirsamlar? Meni mashinam yo'q. Kambag'alroq ekansizda. Mayli yuring. Maza qilib yedik. Mana qachon sotlaringiz? Rahmat. Sevara? Nigora. Yo'q, Sevara bo'lib turibsiz-ku. Qarang, men ana sharafsiz Sevara bilan shunaqangi o'yin o'ynardik. Bir kun restoran shotini men to'lardim, keyingi kun u to'lardi. Shunga oxirgi marta men to'laganman. Shunga endi siz to'laysiz, Sevara. Navbatingizga o'ylanmang, ye. Ya past deb o'ylamang, bizning o'yinimiz shunaqa edi. Mayli. Mayli. Sevara, $100 qarzini bermaysizmi? Qanaqa $100? Olgandingiz-ku $100. Qachon oldim? Sevara, o'ynayapsiz, normal o'ynang. Sevara mendan $100 olganda shuni so'rayman, bering. Yo'q, rosa pul olardi mendan Sevara bor-ku. Oling. Rahmat. Nima menga jahl qilyapsan olib turib, Sevara? Sevara qarang, gajak sevichkasidan oldim, bodomidan oldim, yer yong'og'idan, mayizdan oldim. Yaxshi ko'rasizmi gajakni? Ha. Zo'r, ha? Zo'r. Qarang, bular borki, har bir xarid qilingan mahsulotning 1%ni saraton bilan kasallangan bolalarga ajratar ekan. Qarang. Sevara, hammasini pulni kassaga to'lab chiqing. Men ko'chada bo'laman. Keyin tushuntiraman sizga. Xo'p, kutaman sizni. Nima chiqib ketdingiz? Sevara, ko'rmaysizmi? Anu sharafsiz Sevaraning akasi kelib qoldi. Pulni to'ladingizmi? Menga qarang, jonimga tegdingiz. Sevarangiz ham boshingizdan qolsin. Oling mana buni. Sevara. Bor yo'qoli, zato $100 bo'lib oldim-ku. Sevara. Что? O'yli rusaka. Ne, Nичего, Nичего, patrol. Boshqa qiz topishim kerak. Jamshid aka emasmiz? Yo'q. Mak, taksi kerakmi? So'ray, bolam. Qayerga borasiz? Parkka birinchi o'yin-ku, bugun bir jiyoningni aylantirib kelay. Zo'rku, keling, как раз bitta odam kerak. Salom bermaysanmi? Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom, chiq. Dadang oldida o'tirasan, xo'p? Kel, bolam. Dada bu tarvuzmi, to'pmi? To'pku bolam, olib beraymi? Yo'q, men uyda paypoqdan yasaveraman. Shu ham bo'laveradi menga. Boringga shukr, bolam. Baxtim bir sog' bo'lsin. Dadajon. Rahmat dada. Katta bo'lsa kim bo'lasan, bolam? Katta bo'lsam prokuror bo'laman. Sizni boqaman dadajon. Sog' bo'l baxtimga, bolam. Baxt kamolingni ko'ray har doim. Mazza qildim dada. Rahmat, pulingiz ko'p bo'lsin dadajon. Mazza qildingmi? Ha, men birinchi uyinni 1 yil kutgandim. Rahmat sizga dadajon. Agar maktabda yaxshi o'qisang, keyingi yil yana olib chiqaman, bolam. Boringizga shukr, duo qilaman har kuni. Morojni yeysanmi, bolam? Ha, yemaysanmi? Молодец, bolam. Chanqadim dada. Chanqadingmi? Ha.
Mana senga chaqirganmisan bolam? Abida suvlar, bayramga bayramona. Ya Abida, rosa yaxshi ko'raman Abida suvlarni dada. Men limonligini ichaman, siz mohitoligini iching. Qani? Dada ayam sizni yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'radi bolam. Bilaman. Men Zo'r, a? yaxshi ko'raman. Hey to'y bolam. Yer bugun bir bayramga boraman, birinchi kun-ku. Dada detski panayotganmisiz? Bayramga menga nima bor? Men detskimanmi? Tavba qildim. Undan ko'ra menga Wi-Fi yoqib beringlar, men yerda internetda o'tiraman, Instagramda. Sen bu turishda kelajakda kim bo'lasan, o'g'lim? Ha, bandit bo'laman-da. Nima? Bankier bo'laman. Ya kim bo'lsam bo'laman-da, sizga nima? Oqan jo'ra. Qancha bo'ldi jo'ra so'msa? Ha, qo'yaver to'lab yubordim. Jo'ra sen model bo'lishing kerak bilasanmi? Yo'q, yo'q, hozir bittada shuni ko'rdimda, model bo'lishing kerak. Qara, kiyiming tufta bo'lsa ham borki yarashib turibdi. Soching yog' bosib yotibdi, lekin o'zingga yarashib turibdi-da, jo'ra. Sen model bo'l, jo'ra. Qizlar bittada o'raladimi? Yo'q, qayda o'ralmaydi, birontasi. Yo, senda o'raladi, jo'ra. Bu turishingga bir seryoz bor-ku. Ikkita banan berib yuboring. Qancha ekan banan? Mana puli. Yo'q, to'lab yubordim o'zim, ketdik. Jo'ra, sen bahorda qoraymisan-a? Yo'q. Chunki qoning toza-da, jo'ra. Yo'q. Ha, shu qoningni olib o'zimga quysammikan deyman, sal toza bo'lardi. Yo'q. Ey, ishonmaysan mana qara. Bananda dog' bor, sening yuzingda dog' yo'q. Yo'q. Seryozni? Berqay banandan. Hamma zo'ra, esimdan chiqib ketib qoldi. Qara, uylarda nur yog'iladimi sizlarnikida? Chunki sen borsan-da. Voy, yo'q. Buni qara jo'ra, 195 ming ekan bazarda Lyon ko'ylaklar. Mana shundan bir xil qilib qolaylik, maza qilib kiyamiz. Menga ham olamizmi? Ha? Bir xil qilib kiyamiz. Jo'ra, xudo xolasa bolalaring tug'ilsa, senga o'xshagan krasavchik bo'lsa kerak-a? Yo'q. Yo, seryozni senga o'xshaydi, jo'ra. Jo'ra, mana buni qara, imbazaraga yangicha shlyapalar kelib, shundan ham olamiz, bir xil qilib kiyamiz. Ventilyator ham bormi? Ha, 120 ming so'm ekan, buni qara. Jo'ra, sen suyaging o'rmasa kerak-a? Nimaga? Chunki iliging baquvvatda sani. Yo'q. Yo, seryozni, men buni ko'targanimda ham bilaman-da. Seriozmi? Jo'ra, bu bozor katta bozor ekan-ku. Hamma narsa bor ekan. Narxlari ham arzon. Bozor insofli bozorda. Ikkalamizga ham chemadon oldim, chetga birga chiqamiz. Jo'ra, sen tishingga borki, go'sht qilmasa kerak-a? Nimaga? Chunki tekisda tishi. Yo'q. Har kuni yuvsang kerak-da. Men yuvmayman-da. Yo'q. Qancha bo'pti aka? 8 mingdan. Mana jo'ra o'zingnikini to'la. Nimaga men to'layman? Sen to'lamaysanmi? O'zingnikini o'zing to'ladi-ya. Tarovatingga sani, basharangga sani. Men senga ishonib keldim. Bu yoqqa ketasan, ey. Qo'ya nima deyotding sen menga? Modelsan, krasavchiksan deb o'tiruvmiding? Sen nimaga model? Basharangni qara. Ugri bosib yotibdi. Qurbaqaga o'xshaysan, ha? Qoning toza, qoningdan berdingmiding sen menga? Qoningga. Tushunmadim. Nima qoning? Sani qoning tozami? Sani qoning tozami? Sen vashu Qara, mana mamarilaringga borki, jirovkalar tushgan. Ke, hazillashdim, to'layman, ke. Aka, men beraman ikkalasini. Qanaqa bo'laman? Zo'rsa? Qanaqaman? Zo'rsa. Modelmi men? Qonim tozami? Assalomu alaykum, Shohjahon, qandaysan? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jumanazar qanday? Samarqandda bitta blogerlarni kuzataman. Mana shu Jumanazar deb aytgandim, muxlismiz, rostdan muxlismiz. Lekin Islom aka, sizga shalvam bor. Qarang aka, mana Shohjahon kelgandan beri Jumanazar kam ko'rinyapti videolarda. Bu endi Shohjahon yomon o'ynayapti demayapman, bu ham talant, bu ham talant. Lekin Jumanazarning ham o'ziga yarasha muxlislari bor. Buni ham ko'proq, ikkalasiga mosroq qilib ko'proq rollar qilib chiqarishingiz kerak aka. Senari shunaqa yozing, mana ko'proq ko'rinsin. Biz buni muxlisimiz. Shohjahonni ham muxlisimiz, lekin Jumanazar orqali biz taniganmiz-da bu profilni. Keyin qancha bo'ldi podpischik? 760 ming bo'ldik nasib. 760 ming. Gap bo'lishi mumkin. Lekin aka, qarang. 240 ming qopdi, 1 million bo'lishiga. Eshitib qoldim, sizlarga BYD mashina berilyapti. Nasib bo'lsa. Agar Jumanazar 10 kun ichida 1 million bo'lsa, mana yurtdoshlarimiz ko'rib turgan Jumanazar muxlislari aktivni yo'l-yo'ramizda mana shu Jumanazarni 1 million qilaylik. Siz eski mashinangizni Jumanazarga berasizmi? 10 kun ichiga 1 million bo'lsa, 240 ming. Ha, Bo'lmaydi, yo'q. bo'ladi. Bo'ladimi Jumanazar, ishonasizmi? Davay, 10 kun ichida Jumanazarni 1 million qilaylik deb podpischigini. Mana shu Islom aka o'zining mashinasini beradi. Mashina nomi nima edi? Inamarka edi? Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer. Hayda olasanmi? Ha,
Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Davay, aksiyada yuboramiz, 1 million qilamiz tezroq. 10 kun ichida 1 million qilsak, Mitsubishi haydaydi Jumanajon. Shohjahonga keyin Xudo xolasa BYD-cha, ha? Nasib bo'lsa. Gap yo'q. Omadinglarni bersin. Sizlarning yutug'inglarni ko'rib men xursand bo'lyapman. Butun xalqimiz xursand bo'lyapti. Zo'r kontentlar qilinglar. Nasib bo'lsa. Hay, qadeshga qilamiz. Usta bobo, qor yog'di ishlamadinglar. Yomg'ir yog'di ishlamadinglar. Mana quyosh chiqdi ishlamadinglar. Qachon ishlaysizlar? Qaysi payt ishlaysizlar sizlar, ha? Boburjon aka, tabiat hodisalari bor ekan, biz ishlamaymiz. Qo'l tashlang. Qalbimga oyoq yalang kirmang. Ko'nglimda siniqlar ko'pligidan oyog'ingizga shikast yetishdan qo'rqaman. Do'stim, juvachcha chayna. Bunday bo'lyapti, do'stim. Sen meni ichimmisan? Hozirgina og'zimdan bir g'alati hidlar kelayotgan edi, sen menga zvachka tutqizyapsan. Men shuni sezdim, do'stim. Boshqalarning oldida xijolat bo'lmasligi uchun beryapman. Do'stim, sen kimsan? Aytgin. Meni shunchalik yaxshi ko'rasan, do'st. Juda qopti juvachcha. Yo'q, o'zi kalla, bitta zvachka ber, og'zim sasiyapti. Piyoz yedim bo'y. Ha, mana magazin sotib bor ol. Menga magazin ko'rsatadigan bo'lib qopsanmi? Tiqib qo'y zvachkani, tushundingmi? Sen o'zi vechni Battar bu. sassiqmisan? Do'stim, mashinangni bir kunga berib tura olmaysanmi? Uydagilarni zaparga olib bormoqchi edim. Do'stim, senga nafaqat mashina, jonim ham fido, shuni bil. Do'stim, chap ko'zimga yosh keldi. Hech qachon ayrilmaylik, iltimos. Bersang, nima bo'ladi? Bersang, nima bo'ladi? O'l temirni qizg'onib. Nima senga bu o'yinchoqmi? Zaparga boray, maymunni bolalarimga ko'rsatib, sanga o'xshashligini aytaman. Shuni bilib qo'y, men sen uchun mashina olganim yo'q. Yonib ketsin mashina. Shundaymi? Do'stim, tug'ilgan kuningga eng bazardan 88 mingga futbolka olib bermoqchiman. Yo'q, do'stim. Do'stim, pastingga 139 mingdan shimlar ham olib bermoqchiman. Boringga shukr, do'stim. Xohlasang, kelinga ham narsalar olamiz. Do'stim, ishonasanmi? Bu voqealarni Bobur Mansurovning reklamasini ko'rib, eng bazardan kiyinish orzuyim edi. Sen bu orzuyimni amalga oshirding, do'stim. Do'stim, tug'ilgan kunimga kiyimlar olib bermaysanmi? Kesat, kimni so'kyapsan? Ha? Kiyimingga zo'rmanmi? Zo'rmanmi kiyimingga zo'rmanmi? Zo'rmanmi kiyimingga? Zo'rmanmi? Tursun aka, tuzumisiz, qalis, chiqishlovli tinchmi? Nima yengilliklar? Jamila, Toshkentga kelib shunchalik o'zgarib ketdingmi? Ayam sen bilan ko'rishishimni aytgandi. Mana tachvoz. Yuringmanski Toshkent kimligini ko'rsatib o'qaman. Nimani ko'rsatasan? Toshkent kimligini de tushunmayapsizmi nima? Qayerdan olding bu gapirishni? Ketyapmiz-da. Voy, o'lay. Qanday yoqyaptimi sevimim qishloqdagi tengdoshim? Zo'r ekan, yoqdi menga. Yurrasi kelib qolsa, men senga choy-poy qilib berqolay. Enangni o'g'limanmi sanlaysan? Yur. Yura qo'ying. Toshkentchani qachon yodlading? Uxlayotganda yodladingmi? Chala yodlabsan. Nima deb tachvoz. Kimdir bizga qarab qo'yqoldimi? Jamila hech piching olmayaptimi? Zo'r qilib gapiryapsan? Ha? Sen Toshkentchani eshitib, men uyalib ketyapman. Iltimos gapirma. Ayni biz o'rganib qolganmiz-da. O'li. Voy, Jamila meni liqillabdi-ku. Bu pampulsa-da, bunaqasini faqat Munifdan topasiz. Ana Muqimiy ko'chadagimi? Har xil shirinliklar sotadigan. Bu ikkinchi filialida Suymunga ochilgan. Zo'r ekan, qani yeb ko'raychi. Muncha zo'r bu, muncha yumshoq. Bu paxtadek bulutga o'xshaydi-da, dundiqqina. Jamila, Toshkentga kelganiga necha yil bo'ldi? Bu hafta payshanba kuni kelgandim. Tez seni olib ketayda qishloqqa. Bo'lmasam bo'lka Toshkentchaga yangi lug'atlar qo'shyapsan. Tirilinglar. O'zingcha. Qatga deginchi? Qatti. Qatti demini qatga deydi. Galang. O'ylayapman ben Toshkentliyam, sokakda bugun ben shashlik yeyam. Sochni yomon qilsan, lekin ozgina menga ham ber. To'g'ri yaxshimisan? Jo'ra yaxshimisan? Bir minutga mumkinmi? Tinchlikmi? O'zingda bir gap bor edi, Jo'ra. Hozir. Jo'ra, 200 ming so'm pul kerak bo'lyapti, iltimos berib tur. Bo'ldi, beraman, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Faqat bolalar bilmasin, xo'p. Bo'pti, kartangni tashlayveraman. Bolalarga aytib o'tirma. Bo'ldi. Ha, tinchlikmi? Nima dedi? 700 ming qarz so'rayapti. Bolalar bilmasin deydi. Yo'q. Beraman endi.
shakar surganmisan sochingga? Yaxshimisan? Yaxshimisan jana? Bir minutga qarab ol. Tinchlikmi? O'zingda gapim bor edi. Yur mashinaga. Tinchlikmi jo'ra? Jo'ra, san tanishlaring ko'p-ku. Bitta ish topib bersang zo'r bo'lardi. Faqat bolalarga aytma, iltimos. Ya bo'ldi, topib beraman jo'ra. Faqat bolalar bilmasin. Ya bo'ldi, gapir jo'ra. Kutaman. Tinchlikmi nima dedi? Ish topib ber deyapti. Faqat bolalar bilmasin deydi. Ha, yo'q-a? Shunaqa dedimi? Topib beraman. Mana futbolkalar 88 mingdan ekan. Zo'r ekan. Bobur jo'ra, 1 minutga mumkinmi sani? Tinchlikmi? O'zingga gapim bor edi-da. Bo'ldi, hozir. Jo'ra, imbazar narsalar arzon bo'lib ketibdi-da, chunki 500 ming qarz berib tur, faqat bolalar bilmasin. Bo'ldi. Mana jo'ra. Faqat bolalarga aytma, xo'pmi? Bo'ldi, xavotirlanma jo'ra. Mana kepkachilar 35 mingdan ekan. Ha, tinchlikmi? Nima dedani? 500 ming qarz so'rayapti. Bolalar bilmasin deyapti. Ha, yo'q-a? Toshbaqa ekanlar. Men senga aytma dedim, hech kimga. Nima qilay? Avtomatik aytib yurar ekan odam. Bu ham so'rayapti, nima dedi deb. Senga nima dedi deb so'raysan. Aytib yuramanda men majbur bo'lasan. Masalan, mana bola nima dedi desam nima deysan? Aytaman mana. Men ham aytib yuryapman-da endi. Voy qizim. Voy Ada. Ada kim? Toshkentda dadani Ada deyishyapti-da. O'zi bir hafta bo'ldi Toshkentga kelgan, darrov Toshkentcha yodlab oldingmi? Endi hayot shunaqa ekan-da, Ada, kirib boqing. O'lsin-da. Qizim, o'qishlaring yaxshimi? Bo'pti, sekin-sekin qimillama o'zsan-yu. Qizim, qiynalmayapsanmi ish qilib? Nimaga? Toshkentcha gapirishga? O'zimga yoqyapti. Yoqmay o'lsin. Ada, amaqim yaxshimilar? Amaqing kim endi? Amaqi kim u? Ukizlar-da. Sattor amakingmi? Nu, dada. Ha, u amaking ertaga tug'ilgan kuni Toshkentdan biron bir sovg'a borishim kerak, bosh qotgan. Voy, Ada, Toshkent kendigida turibmiz-yu. Yuring, sizga zo'rni hisob beraman. Ada, anaqa takoy finkalari 137 ming so'mdan ekan. Anaqalari 95 ming so'mdan ekan. Men Toshkentni qimmat deb yurardim, bizni bozordan ham arzon ekan-ku. Bu in bozor-da. Oda. Bu showman degan nima degani? Ada, bu woman женский magazin degani-da. In bozorda jenskisi ham bormi? Oyim gila ham olib olaydi-ku. Oyinga olamiz, bu gila kim? Shu oyim gila-gila-gila-gila-gila-da. Bu in bozor katta bozor ekan-da, narxlari ham arzon ekan. Bitta uy texnika ham sotiladimi? Voy, Ada, men sizga in bozor deyapman-ku. Oning telefon bilan. Ha, onasi. Sen nima deyapsan? Men o'ynab yurmayapmanmi? Nima deyapsan? Xatingga qarab o'ylayapsan. Men qizingga Voy, Jamila, yo'qtirding-da qizim. Yo'qdi menga ham. Nima deyotganimni o'zim bilmayapman-ku. Ye, dada. Talat, bolam. Ukajon, yaxshimisan? Aka. Bolam, eshit. Shu ukang Toshkentda bir hafta saniga turib tursin. Men onang bilan bir hafta dam olishga borib kelay, bolam. Mayli, dada. Bo'pti, o'zing Qishloqda salom ayting, dada. Bo'ldi, men bir hafta, ha? Ukajon, uyqung kelgan bo'lsa, malxonachiga kirib uxlasang bo'ladi. Biz yangang bilan spalniyada uxlaymiz. Yo'q. Alo, dada. Akam bilan kelinlar spalniyada o'tirar ekanman, anu katakchida kichkina xonachasi. Endi shuni ham aytasan. Sharoiti yaxshi uxlanadi ham. Endi bir og'iz aytay. Ani pishak boqardi-yu, o'sha yerda yotaman ekanda. Biz pishak boqmaymiz, yaxshi xona u. Dadam bir og'iz aytgan degan, shuncha aytyapman. Dada. Bu akam biron marta oyimga televizor berganmi? Bu xotin-qulis xotinchasiga karter televizor beryapti. Ha, ko'zim bilan ko'rdim karterniki. Xo'p, dada, oyligimni olishim bilan sirasi pul jo'nataman. Hozir o'zimda ham yo'q-da, oyligimni kutib o'tiribman. Aya dadamga ayting, ishonmasin. Kecha o'zingiz oylik olgan xotinchasi charaqlab sanab o'tirganini ko'rgandim. Juda yomon bo'lyapti buningiz, aya. Dada, ana o'g'ilchangiz bilan keliningiz borku, fason bo'lib kiyim olib, ana quma o'qishi borku, Yangi O'zbekiston bog'iga kelishgan. Nimaga kelganini o'zi bilib sizga aytaman, dada. Aka, nima qilyapsiz? Ha, bu Yangi O'zbekiston bog'ida shunaqa piknik qiladigan joylar ham bor. Shashlik qilib, uydagilar bilan o'tirasan. Uydagilar bilan deyapsiz, ota-onamni shaharlarga olib kelib shashlik qilish xayolingizga kelganmi?
Ayolim kelgan ota-ona dam olishda. Kelmaydi. Siz faqat shu xotiringiz. Ha, qilavering. O'ylaring, jirtillab o'ylaring. Dada, men bildim akam nima uchun yangi O'zbekiston bog'iga kelganini. 19-aprel kuni ayam yaxshi ko'radigan aniq K-popperlar bor-ku, patsap. O'shana qo'shiq aytadiganlar konsert berar ekan. 20-aprel kuni siz yaxshi ko'rgani bor-ku, gitara, Mirjalol Ne'mat o'sha konsert berar ekan. Undan tashqari shanba va yakshanba kunlari bu yerda karnaval konsertlar bo'lar ekan, dada. Mana shu o'g'lingiz sizni bir marta Toshkentda konsertga olib kirdimi? Olib kirmaydi, dada. Bu xotin quli-ku. Dada, ana qishloqdagi uyni kadastrini menga o'tkazing. Xo'p, sizni yaxshi ko'raman, dadajon, I love you. Dada, kechki soat 1 ana ikkalasi xingillab Ispaniyaga kirib ketishdi. Nima qilishayotganini ko'rib aytaymi? Bilasizmi nima qilishayotganini? Ya, bo'ldi. Kallamga kelmabdi. Lekin kelinim kecha shunday ayamni yomonladi, ayasiga telefon qilib. Hamma bilmagan ekanmiz bu kelin, dada. Akajon qancha bo'ldi meniki? 95 ming bo'ldi. Mana 100 ming aka. Aka, hozir mayda yo'q edi, keyingi safar kelgan surishib ketsak bo'ladimi? 5 mingga keyingi safar urushib ketamizmi? Yo'q, endi 5 ming beraman, kelishib ketamiz keyingi safar. Sen meni tanimaysan-ku. Mana tanib qoldim-ku. Qara-da, 5 ming ichingdan chiqmasin, keyingi safar olaman. Aka, yetib keldik, sizdan 48 ming so'm bo'ldi. 48 ming? Ha. Mana 50 ming aka. 50 ming. Aka, mayda pul 1000 so'm bor ekanda, 1000 so'm keyin surishib ketamiz. Men qanday sendan surishib ketaman? Men seni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsam, sen mana akammassan yoki ukammassan. Yo, mana shu mashinangga yana o'tirishimga ko'zing yetadimi, aqling yetadimi shunga? Yetadi aka, chunki tog' bilan uchrashmasam, odam bilan uchrashadi. Qara. Keyingi safar men sizga 1000 so'm beraman, xo'p? Berma, qarg'ayman. Xo'p aka. Har biring ikki bo'lmasdan o'lib ketasan. Xo'p bo'ladi. Aka, mana shu ko'rib turgan dvoykalaringiz 155 ming so'mdan. Tepa pastmi? Ha, dvoyka deyapman. Yurunchasi. Futbolkalar qanchadan? Aka, futbolkalarimiz 57 mingdan 117 minggacha, assortiment million. Bitoy texnikaga sotasizlar. Aka, uyingizga nima texnika, nima mahsulot kerak bo'lsa, Inbazarda hammasi bor. Yo'q, kelmang qaranglar, men sizlarga pul bersamiz, dachisini ertaga beramiz, kelishib ketamiz demaysizlarmi? Yo'q, nima unaqa deysiz? Tiyinigacha beramiz. Zo'r aka, mana shu qiliqlaring zo'r aka. 195 ming bo'ldi aka. Mana aka 200 ming. 200 ming. 5 ming so'mligim yo'q edi. Shu allergiya dori bersam bo'ladimi 5 mingga? Nima qilaman? Menda allergiya yo'q-ku. Xudo xolos bo'lib qolarsiz endi. Mana qara, mana shu 5 mingim bor-ku, hech qachon senga buyurmasin. Nima deydi? Zarur bo'lganda ham 5 ming kerak bo'ladi senga, lekin shu 5 ming senga yordam bermasin. Ma baba. Jo'ra, menga gazli ichimlik mumkin emas. Dieta boshlaganman, qornim chiqib ketyapti-yu. Qachon boshlading diyetani? Kechadan boshlaganman. Ha, bitta hech narsa o'zgartirmaydi. Men ol. Ha, mana shu obarat ertadan boshlarman, ha, bir kun ming kun emas-ku. Shu bitta hech narsa. Bitta ichaman, hech narsa qilmaydi. Ha, jo'ralar, qandaysizlar? Bugun soat 7 da Akmal haq beryapti ekan. Hamma kelsin. Voy jo'ra, ming bor uzr. Jon deb borardim, diyetadaman-u. Kechki soat 6 gacha ovqatlanib bo'lishim kerak. U 7 da bo'lar ekan. Shunga to'g'ri kelmaydi-da. Buning ustiga kechki soat 10 da uxlab bo'lishim kerak-da. Diyetadaman-u. Jinnimizdan Akmal katta qo'y so'yib haq beryapti. Maza qilib qo'yimiz jinnimizdan diyetdan qochib ketmaydi-ki. Qo'ymi? Lokatsiyasi qayerda u taxminan men agar borsam-da endi. Biratlar, shu dushanbadan boshlayman bo'lmasa diyetani, Akmal ham xafa bo'lmasin. Bo'pti jo'ra, boraman. O, mana issiqqina somsa chiqdi, somsading aka. Ya uzr, diyetadaman. Lekin issiqqina sochnigina chiqqanda yeb ko'ring. Dumba ham solinganmi? Dumbasi ham bor qo'ydikidan. Bering bir o'nta, biratlar ro'zadan keyin boshlayman diyetani. Ha, diyetani. Sovus ham bormi, sovus? Bor. O'nta issig'idan bering. Qani, nondan o'jira? Nima deyapsan sen? Men diyetadaman. Non yeyish vaqti mumkin emas, semirtirib yuboradi bu. Sen o'zi qayerda o'tirganingni bilasanmi? Yo'q. Diyet bistroda o'tiribsan-ku. Bu yerda 100 xil ovqat bor. Diyetadagilar bemalol kelib qo'rqmasdan ovqatlansa bo'ladi. Mana meni qara, dietada bo'lmasa mazza qilib ovqatlanib o'tiribman. Keyin bularning 5 ta filiali bor. Tekstil mosti oldida, Chilonzor торговый sentrda, Labzak Malikada, Olmazor Nabiyevda, mana hozir yangisi ochilgan Do'mbrobodda o'tiribsan. 24/7 ishlaydi. Bo'ldi onasini ham so'ra. Vobshir diyeta qilmayman. Qo'lim xunukmi? Yo'q. Xunuk emas-ku, to'g'rimi? Erkak kishi maymundan sal chiroyli bo'lsa bo'ldi-ku, to'g'rimi?
Diyeta nima kerak? Qiynalib ketib, miyam ishlamay qolyapti borku. Sizlarda ham shunday bo'ladimi? Aka hojatxona qancha bo'lyapti? Keling hozir bizada aksiya ketyapti 1+1. Bu nima degani? O'zingizga to'lovsiz ikkinchi odamga tekin. Shunaqasi ham chiqdimi? Men kirasizmi? Ha, kiraman. Pulini chiqib berasizmi? Siz menga kuyov bo'lmoqchimisiz? Ha akajon, hozir как раз manda aksiya ketyapti. Agar siz qizingizni menga bersangiz, mebel bilan ko'rpa to'shak shunday qo'shib beraman. Katta ish qilasiz ekan gap yo'q. Bo'ldi. Yosh katta odam ketyapti. Salom bermaysanmi? Amaki qarang, bizda hozir aksiya ketyapti-da. Agar salom berishimga pul to'lasangiz, xalaqon so'rash tekin bo'ladi. Mashina qilsin. Tavba qildim. Salomlashish ham pulli bo'ldim endi. Charicha. Assalomu alaykum. Sizlarda ham skidka aksiya bo'lyaptimi? Yo'q amaki, bizda skidka aksiya bo'lmaydi, lekin narxlarimiz juda ham hamyonbop. 5000 dan. Amaki, bozorimizdagi mahsulotlar kulgili narxda, lekin jiddiy sifatda. Qarang, mana shu jilet 187 mingdan. Qo'lingizdagi finkalar 155 mingdan sotiladi. Yo, sizlarda bitoy texnika ham bormi? Amaki, bizning bozorimizda liboy narsangiz bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu bozor katta bozor ekan-da. Akajon shoshmang. Fursatdan foydalanib qoling. Bizda qaynoq chegirmalar ketyapti. Qanaqa chegirma? 1+3 aksiyasi. Unda nima bo'ladi? Masalan, siz menga sadaqa qilsangiz, sizga qo'shib 3 ta oshnangizni ham duo qilaman. Tavba qildim. Sanda ham aksiya bormi? Hayotimiz aksiya bo'lib qopti-ku. Turkiyaning original kiyimlari keldi. Kim olacak? Assalomu alaykum. Nima sotyapsan uka? Kiyim sotacakman. Olacak mısın? Sen Türkmüsün yo Xorazmdanmi? Qayerda? Türkmen, Türk balasıyman. Ha, Xorazmchaga o'xshab ketyapti-da. Ha, nima sotyapsan? Sportivkalar bor abi. Bu yerda menda bari original, turetskiy. Turetskiy malmi? Havo. Yana nelaring bor? Yana menda ikkita sportivka bor, original sexning mahsulotlari. Olacak mısın? Arzon qilib berajekman. Necha pul? Isming nima o'zi sening? Mening ismim Kemal. Qancha qilib berasan Kamoljon? Buni senga de 2 dana qoldi, 100 dan qilib berajekman. Xorazmchaga tortyapti. Mayli, 200 dollar bo'ladimi? 200 ga berajekman, samolyotim uchacak. Tez ketajekman abi. Lekin turk mollari haqiqatan qimmat bo'ladi. Buni olib bir qo'shnilarimni kuydirayda. Bo'ldi, olajam. Menga qara. Yana bir dana futbolka qoldi. 50 dollarga berajekman, oxirgisi. Oxirgisi bo'lganing uchun, ha? Oxirgisini berajak. Bo'ldi, olajam. Pulni berajak misin? Hozir olib chiqadi. Firdavs pulni olib chiq 250 dollar aynan pensiyasini. Uchmadimi samolyot? Hozir uchmasdan tursin. Bo'la qil. Ha, bo'ldi, bana chiqadi. Rayim, sal kech qolding-da jiyan. Nimaga tog'a? Bir turk yigit keldi. İsmi Kemal ekan. Mana shu ustundagi sportkacha qanday? Kuydiryaptimi? Zo'r lekin sportkacha. 100 dollarga menga shunday berib ketdi. 100 dollar? Ha. Tog'a sal qimmat olibsiz-da. Nimaga bu Turetskiy jinni? 195 mingga xuddi shundan oldim Inbazardan. Ayog'i Inbazarda boshqachadir-da. Yo, rostdan xuddi shunaqa. Men futbolkani qanchaga oldingiz? Buni 50 dollarga berdi. Samolyot shoshayotgan ekan, mayli sizga qo'shib beraman dedi. 85 mingga oldim futbolkani. Men bu duvoykani 290 mingga oldim. Ama bunu 100 dollarga oldim, sen nima deyapsan? U Turku, Turetskiy bu. U bilasam nima dedi? Geliyorum, gidiyorum deb gapirardi-ku, Turku. Mo'ylovini ham boshqacha Turetskiy. Xohlasangiz yuring, men Inbazarga xohlagan svetingizni tanlab olasiz. Ay yur ko'ramiz, qani yurchi. Olaymini? Yo'q, tegma. Yo Alloh. Kemal? Bu yoqqa kel. Assalomu alaykum. Sen Turkiyaga uchmayacakmisan? Samolyotim uchacak degandingi? Atming bo'ldi abi. Atmen bo'ldi. Sen niye odamni aldaysan? 195 mingga Inbazardan olib, meni 100 dollarga sotyapsan? Allah Allah, olmayacakmikan buni? Yurmayacaksan buni. Pasportingni ber. Balkim kerak emasdir. O'zbekchaga o'xshay turkchasi bor buni. Ber pasportni. Kerak emas. Bitta ko'ray. Ko'rma shuni, qo'y. Katta Qo'rg'ondan ekan shu Payshanbadan. Isming ham Kamronbek. Men buni taniyman tog'a. Kim bu? Baxtiyor Moshinfurushning bolasi bu. Payshanbada turklar juda ko'p. Jinnik. Kemal jinnik. Yo'q, kampir, yo'q o'g'lim. Bu Peter o'g'lini butun Sankt-Peterburgdan qidiryapman. Hech qayerda yo'q. Это мальчик мой, не видишь? Он сочи как макарон. Здравствуйте. Папа? O'g'lim. Здравствуйте. Papalamay o'l, sochini pyorishga qildingmi? Papa, ты меня почему ударишь?
Ne sog'inish? Ana yerda onang sog'inish. Bir marta ham telefon qilmading a? 3 yildan beri Rossiyadasan, pul ham jo'natmading a eshak. Зай, кто пришел? Oh, bля. Kim bu turkcha? Она моя жизнь. Она мое сердце. Она моя жена. Tushundim. Puling qaysi teshikka ketayotganligini endi bildim. Я все объясню. Она хорошая жена. Проходите. Проходите. Bizyon. Kelin. Buni sochini tep, pyorishka qilgansiz-ku? Нет, папа, он сам хотел. Другой narsani xotil? Ha? Нет, Yo'q, xohlagan narsani. папа, что-то будешь кушать? Ha, qornim och. Nimang bor? Да-да, сосиски есть. Sosiska sam ko'shidi-da. Сосиски закончились. Только колбаса осталась, папа. Ya, kalbasang halolmi yo'qmi, qayerdan bilasan? Тогда будешь водка пить? Давай, rossiyskiy vodka yes. Да-да, есть, сейчас наливаю, пап. 100 gram davay, charchoq bosdi-da endi. Er xotinni qo'lida ikkita iPhone. Ana yerda ota-ona buzuq singan telefon ishlatadi. Inson xotin zaложница. Это слово мое сердце ударили. Yo'q, Xudoga shukr yetib bordi. Папа, вставай, пошел вон. Ha? Вставай. Пошел ты. Nima deyapsan sen? Ketdik demoqchiman, papa. Ruschang ham senga pashol deyapti-ku. Pashol idiomti deydi. Ferski deb anaqa. Mana akajon, mana bu sizga, bunisini xolamga berib qo'yasiz. Yo, sen o'zbekmi? Albatta. Yo, mana shu do'kon senikimi? Bu qanaqa do'kon bu? Aptavik nomer 1 butun Rossiya bo'ylab telefonlarni eng arzon narxda o'zimiz o'zbeklarga sotamiz va dastavka ham qilib beramiz. Rossiyaning любой shahriga. Bundan tashqari parfyumlar ham bor, duxiylar ham bor, soatlar ham bor. Sen ham shu Rossiyadan uylab olmaganmisan hech qilib? Yo'q akajon, biz O'zbekistondan uylanganmiz. Mana primerka. O'rgan. Fayzi bor yuzida, Timotiga o'xshaydi, barakasi bor. Sani basharangni qara. Nikolay Baskovga o'xshaysanmi basharangga? Все уже надоел. Я Родина. Rodinani sog'indim. Ketaman siz bilan. Mani olib keting. Lekin yana bir 10 yil ishla o'g'lim. Zachем? Mana kelinga ham ayt, kelin ham bir ishlasin, yotmasin uyda, birgalashib pul yig'ib menga jo'nataysizlar, men sizlarga uchastka qurib beraman. Hey aka, nima qilyapsiz? Tavuqni o'g'irlayapman. Ye, aka, unda qilmang. O'zi tovuqlarimni kreditga olganman. Aka, nima qilyapsiz? Telefoningni o'g'irlayapman. Jonim akam, bunaqa qilmayman. O'zi rasrovchikaga olganman telefonimni. Ma. Rahmat aka, insofli o'g'ri ekansiz lekin. Aka, nima qilyapsiz? Boshlayni o'g'irlayapman. Yo, qo'ying aka, unday qiynamang odamni. O'zim boshimda lizing olganman. Qiynamang. O'chir. Aka. Aka. Oh, chempion sandwich oldingmi? Sen bilasan nima ishda, ha? Bozorda bu, Samarqandda, Buxoroda, Navoiyda, Qarshida sotilyapti-da bu, ha? Bu menga, davay sen uyingga sur. Qo'ying aka. Ya nima qo'ying? Ya seni nima muammoing bor? Nima bir rastroshkaga oldingmi? Nasiyo savdoga oldingmi sen ham? Nimaga olding? Dadam nomeriga qarz yo'llayapti. Ya. Tariqolingga, tariqol. Ya tova qilib, o'g'irlik ham qilib bo'lmay qopti-ku. Nima ish qilish kerak? Ya, hamma qarzga nasiyaga olgan. Ha. Ya men tikuvchilik qilaman ya. Kastimchim tikaman. Sevara. Assalomu alaykum. Mani ismim Nigora. Tinchlikmi? Ya tova qildim. Meni bir sharafsiz Sevara degan sevgan qizim bor edi. Aldab tashlab ketgandi. O'shani xuddi o'zisiz tova qildim. Yo'q. Siz yigitingiz yo'qmish qilib? Yo'q. Qarang, agar vaqtingiz bo'lsa, yarim soat Sevara bo'lib bera olmaysizmi? Men uni sog'ingandim, xotiralarni eslatgan bo'lardingiz. Qanaqa bo'larkan? Chotki bo'ladi. Mayli. Mashinangizga o'tirsam bilan? Mani mashinam yo'q. Kambag'alroq ekansiz-da. Mayli yuring. Maza qilib steak yedik. Rahmat, qo'shing sotlaringiz. Rahmat. Sevara? Nigora. Yo, Sevara bo'lib turibsiz-ku. Qarang, men ana sharafsiz Sevara bilan shunaqangi o'yin o'ynardik. Bir kun restoran shotini men to'lardim, keyin kun u to'lardi. Shunga oxirgi marta men to'laganman. Shunga endi siz to'laysiz Sevara. Navbatingizga o'ylanmang, ye.
Ya past deb o'ylamang, bizni o'yinimiz shunaqa edi. Mayli. Sevara, $100 qarzib bermaysizmi? Qanaqa $100? Olgandingiz-ku $100. Qachon oldin? Sevara, nima o'ynayapsiz? Normal o'ynang. Sevara mendan $100 olganimda shuni so'rayman, bering. Yo'q, rosa pul olardi mendan Sevara bor-ku. Oling. Rahmat. Nima menga jahl qilyapsan olib turib, Sevara? Sevara qarang, gajak sevichkasidan oldim. Bodomidan oldim, yer yong'og'idan, mayizidan oldim. Yaxshi ko'rasizmi gajakni? Ha. Zo'r, a? Zo'r. Qarang, bular borki har bir xarid qilingan mahsulotning 1%ni saraton bilan kasallangan bolalarga ajratar ekan. Qarang. Sevara, hammasini pulni kassaga to'lab chiqing. Men ko'chada bo'laman. Keyin tushuntiraman sizga. Xo'p, kutaman sizni. Nima chiqib ketdingiz? Sevara, ko'rmaysizmi? Anu sharafsiz Sevaraning akasi kelib qoldi. Pulni to'ladingizmi? Menga qarang, jonimga tegdingiz. Sevaringizdan boshidan qoch. Oling mana buni. Sevara! Bor yo'qoli, zato $100 bo'lib oldim-ku. Sevara! Что? O'yli rusaka. Ne, nechta? Ничего, пацан. Boshqa qiz topishim kerak. Jamshid aka emasmisiz? Yo'q. Amak, taksi kerakmi? Kerak, bolam. Qayerga borasiz? Parkka birinchi uyim-ku, bugun bir jiyoningni aylantirib kelay. Zo'rku, keling, как раз bitta odam kerak. Salom bermaysanmi? Ya, assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom, chiq. Dadangning oldida o'tirasan, xo'p? Kel, bolam. Dada, bu tarvuzmi, to'pmi? To'pku bolam, olib beraymi? Yo, men uyda paypoqdan yasaveraman. Shu ham bo'laveradi menga. Boringga shukr, bolam. Baxtimga sog' bo'lgin. Dadajon. Rahmat, dada. Katta bo'lsa kim bo'lasan, bolam? Katta bo'lsam prokuror bo'laman. Sizni boqaman, dadajon. Sog' bo'l baxtimga, bolam. Baxt kamolingni ko'ray har doim. Mazza qildim, dada. Rahmat, pulingiz ko'p bo'lsin, dadajon. Mazza qildingmi? Ha, men birinchi uyimni 1 yil kutgandim. Rahmat sizga, dadajon. Agar maktabda yaxshi o'qisang, keyingi yil yana olib chiqaman, bolam. Boringizga shukr, duo qilaman har kuni. Morojni yeysanmi, bolam? Ha, yemaysanmi? Молодец, bolam. Chanqadim, dada. Chanqadingmi? Ha? Mana senga chanqaganmisan, bolam. Abida suvlar, bayramga bayramona. Ya, abida, rosa yaxshi ko'raman abida suvlarni, dada. Men limonligini ichaman, siz mohitoligini iching. Qani? Dada, ayam sizni yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'radi, bolam. Bilaman. Zo'r, yaxshi ko'raman. Ey to'y bolam. Yer bugun bir bayramga boraman, sen birinchi uying-ku. Dada, detski panayotganmisiz? Bayramga menga nima bor? Men detskimanmi? Tavba qildim. Undan ko'ra menga Wi-Fi yoqib beringlar, men yerda internetda o'tiraman, Instagramda. Sen bu turishda kelajakda kim bo'lasan, o'g'lim? Bandit bo'laman-da. Nima? Bankier bo'laman. Ya kim bo'lsam bo'laman-da, sizga nima? Oqani jo'ra. Qancha bo'ldi jo'ra so'msa? Ha, qo'yaver, to'lab yubordim. Jo'ra, sen model bo'lishing kerak, bilasanmi? Yo'q, hozir bittada shuni ko'rdimda, model bo'lishing kerak. Qara, kiyiming tufta bo'lsa ham borki yarashib turibdi. Soching yog' bosib yotibdi, lekin o'zingga yarashib turibdi-da, jo'ra. Sen model bo'l, jo'ra. Qizlar bittada o'raladimi? Yo'q, qayda o'ralmaydi, birontasi. Ya, senda o'raladi, jo'ra. Bu turishingga bo'ladi, seryoz bor-ku. Ikkita banan berib yuboring. Qancha ekan banan? Mana puli. Yo'q, to'lab yubordim o'zim, ketdik. Jo'ra, sen bahorda qoraymisan-a? Yo'q. Chunki qoning toza-da, jo'ra. Yo'q. Ha, shu qoningni olib o'zimga quysammikan deyman, sal toza bo'lardi. Yo'q. Ishonmaysan, mana qara. Bananda dog' bor, sening yuzingda dog' yo'q. Yo'q. Seryozni? Berqay banandan. Hamma zo'ra, esimdan chiqib ketib qoldi. Qara, uylarda nur yog'iladimi sizlarnikidan? Chunki sen borsan-da. Voy, yo'q. Buni qara jo'ra, 195 ming ekan Inbazarda Lion ko'ylaklar. Mana shundan bir xil qilib qolaylik, maza qilib kiyamiz. Menga ham olamizmi? Ha? Bir xil qilib kiyamiz. Jo'ra, xudo xolasa bolalaring tug'ilsa, senga o'xshagan krasavchik bo'lsa kerak-a? Yo'q. Yo, seryozni senga o'xshaydi, jo'ra. Jo'ra, mana buni qara, Inbazarga yangicha shlyapalar kelib, shundan ham olamiz, bir xil qilib kiyamiz. Ventilyator ham bormi? Ha, 120 ming so'm ekan, buni qara. Jo'ra, sen suyaging o'rmasa kerak-a? Nimaga? Chunki iliging baquvvatda sani. Yo'q. Yo, seryozni, men buni ko'targanimda ham bilaman-da. Seriozmi? Jo'ra, bu Inbozor katta bozor ekan-ku. Hamma narsa bor ekan. Narxlari ham arzon. Inbazar insofli bozorda. Ikkalamizga ham chemadon oldim, chetga birga chiqamiz. Jo'ra, sen tishingga bor-ku, go'sht qilmasa kerak-a? Nimaga? Chunki
tekis tutishi. Yo'q, Har kuni yuvsang kerak-da. Men yuvmayman-da. Yo'q. Qancha bo'pti aka? 800 mingdan. Bo'ldi. Mana jo'ra o'zingnikini to'la. Nimaga men to'layman? Sen to'lamaysanmi? O'zingnikini o'zing to'ladi-ya. Tarovatingga sani basharangga sani. Men senga ishonib keldim. Bu yoqqa ketasan, Boya nima deb o'tirding sen menga? Modelsan, krasavchiksan deb o'tiruvmiding? Sen nima model? Basharangni qara. Ugri bosib yotibdi. Qurbaqaga o'xshaysan, ha? Qoning toza, qoningdan berdingmiding sen menga? Qoningga. Tushunmadim. Nima qoning? Sani qoning tozami? Sani qoning tozami? Sen vashi Qara mana mamlaringga borki jirovkalar tushgan. Ke, hazillashdim, to'layman, ke. Aka, men beraman ikkalasini. Qanaqa bo'laman? Zo'rsa? Qanaqaman? Zo'rsa. Modelmi men? Qonim tozami? Assalomu alaykum, Shohjahon qandaysan? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jumanazar qanday? Samarqandda bitta blogerlarni kuzataman. Mana shu Jumanazar deb aytgandim, muxlismiz, rostdan muxlismiz. Lekin Islom aka sizga jalvam bor. Qarang aka, mana Shohjahon kelgandan beri Jumanazar kam ko'rinyapti videolarda. Bu endi Shohjahon yomon o'ynayapti demayapman, bu ham talant, bu ham talant. Lekin Jumanazarning ham o'ziga yarasha muxlislari bor. Buni ham ko'proq, ikkalasiga mosroq qilib ko'proq rollar qilib chiqarishingiz kerak aka. Ssenariy shunaqa yozing, mana ko'proq ko'rinsin. Biz buni muxlisimiz. Shohjahonni ham muxlisimiz, lekin Jumanazar orqali biz taniganmiz-da bu profilni. Keyin qancha bo'ldi podpischik? 760 ming bo'ldi nasib. 760 ming. Gap bo'lishi mumkin. Lekin aka, qarang. 240 ming qopdi, 1 million bo'lishiga. Eshitib qoldim, sizlarga BYD mashina berilyapti. Nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa. Agar Jumanazar 10 kun ichida 1 million bo'lsa, yurtdoshlarimiz ko'rib turgan Jumanazar muxlislari aktivni yo'l mana shu Jumanazarni 1 million qilaylik. Siz eski mashinangizni Jumanazarga berasizmi? 10 kun ichiga 1 million bo'lsa, 240 ming. Bo'lmaydi, Bo'ladi. Bo'ladimi Jumanazar, ishonasizmi? Davay, 10 kun ichida Jumanazarni 1 million qilaylik deb podpischigini. Mana shu Islom aka o'zining mashinasini beradi. Mashina nomi nima edi? Inamaka edi? Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer. Hayda olasanmi? Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Davay, aktivni yo'ramiz, 1 million qilamiz tezroq. 10 kun ichida 1 million qilsak, Mitsubishi haydaydi Jumanazar. Shohjahonga keyin xudo xolasa BYD-chi, ha? Nasib bo'lsa. Gap yo'q. Omadinglarni bersin. Sizlarning YouTube'inglarni ko'rib men xursand bo'lyapman. Butun xalqimiz xursand bo'lyapti. Zo'r kontentlar qilinglar. Nasib bo'lsa. Hay, qadeshga qilamiz. Usta bobo, qor yog'di ishlamadinglar. Yomg'ir yog'di ishlamadinglar. Mana quyosh chiqdi ishlamadinglar. Qachon ishlaysizlar? Qaysi payt ishlaysizlar sizlar, ha? Boburjon aka, tabiat hodisalari bor ekan, biz ishlamaymiz. Qo'l tashlang. Qalbimga oyoq yalang kirmang. Ko'nglimda siniqlar ko'pligidan oyog'ingizga shikast yetishdan qo'rqaman. O'zbekistondagi, yo'q, butun O'rta Osiyodagi menimcha adashmasam eng chiroyli aeroportga kelganman. Bu uchun Samarqand aeroportidaman. Sababi Aziya Travel tomonidan O'zbekiston havo yo'llarida Samarqand Antalya yangi yo'nalishi primoy reys qo'yilgan. Endi samarqandliklar bemalol Antalyaga Samarqandni o'zidan ketsa bo'ladi. Toshkentga chamadan ko'tarib yurmaydi. Nafaqat Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryoliklar ham bemalol Samarqanddan uchib ketsa bo'ladi. Nazmi shimo, Koron nazmi. Samarqand, ha? Buxoro. Qulaymi aka, Toshkentga borib o'tirmaysizlar, Samarqandga kelib uchyapsizlar. Nazikakda, hamda Chorsoda beben Buxoro. To'ppa to'g'ri. Gap yo'q. Antalyagami? Birga uchyapmizmi? Tabriklaymiz. Primoy reyslar bilan zo'r bo'pti aka. Endi Toshkentga borib o'tirmaysizlar, Primoy. Biz o'zi ko'p sayohat qilamiz-ku. Antalya Semeyni Toshkentdan uchish kerak bo'lgani uchun shu paytgacha hali bormay turdik. Endi shuni Samarqanddan qo'ydilar, birinchi reysdan aka. Primoy reysda O'zbekiston havo yo'llarida uchasizlar. Endi havo yo'llarini sharoitini, servisini bilasizlar, mana shunaqangi ovqatlarini bilasizlar, mazali zo'r. Men o'zim yaxshi ko'raman havo yo'llarini. Xohlasanglar biznes klassda, xohlasanglar ekonom klassda utsanglar bo'ladi. Pajarniklar suv sepdi. Birinchi reysga shunaqa suv sepdilar ekan. Birinchi marta kelinganligi uchun shunaqangi urf odati bor ekan, pajarnik suv sepdi. Sizlar charchavyapsizlarmi? Mana birinchi reysdan kutib olishyapti. Rahmat. Tabriklaymiz. Samarqanddan Antalyaga birinchi reys bilan O'zbekiston havo yo'llarida maza qilib keldik. Ular hamma kutib olishyapti. Assalomu alaykum.
Azilyuks vakillari bilan Turkiyadan kutib olishda. Gullarmi? Ariza gullar berar ekan sizlarga. Tashakkurlar. Endi mehmonxonaga qarab yo'l olamiz. Hey aka, nima qilyapsiz? Tavug'ingni o'g'irlayapman. Ye, aka, unday qilmang. O'zi tovuqlarimni kreditga olganman. Aka, nima qilyapsiz? Telefoningni o'g'irlayapman. Jonim aka, bunaqa qilmayman, o'zi rasrochkaga olganman telefonimni. Emma. Rahmat aka, insofli o'g'ri ekansiz lekin. Aka, nima qilyapsiz? Mashinangni o'g'irlayapman. Ya qo'ying aka, unday qiynamang odamni. O'zim moshinamni lizingga olganman. Qiynamang. O'chir. Aka. Aka. Chempion sandwich oldingmi? Sen bilasan nima ishda, ha? Bu zo'rda bu Samarqandda, Buxoroda, Navoiyda, Qarshida sotilyapti-da bu, ha? Bu menga, davay sen uyingga so'ra. Qo'ying aka. Ya nima qo'ying? Ya seni nima muammoing bor? Nima bir rasrochkaga oldingmi? Nasiyo savdoga oldingmi sen? Nimaga olding? Dadam nomeriga qarz yo'llayapman. Tariqolingga, tariqol. Ya tova qilib, o'g'rilik ham qilmay qopti-ku. Nima ish qilish kerak? Ya, hamma qarzga nasiyaga olgan. Ha. Ya men tikuvchilik qilaman ya. Kastirishim tikaman.